Yuragim tez uryapti. Nafas yetmayapti. Dada. Ko'zingizni oching. Tez yordamga telefon qil. Tez. Sizni davolash mumkin. Lekin buning uchun to'liq tekshiruvlardan o'tish kerak. Sizda yurak ritmi buzilishi bor. Bu holatni davolash mumkin. Kuchli taxikardiya aniqladik. Sizda aniqlangan taxikardiyani RCA amaliyoti orqali davolashimiz mumkin. Bu amaliyotda kesish yoki ochiq operatsiya bo'lmaydi. Maxsus ingichka kateter orqali oyoq tomiridan yurakka kiriladi. Yurakdagi ortiqcha signal berayotgan joy aniqlanadi va bartaraf etiladi. Eng muhimi, amaliyot deyarli og'riqsiz o'tadi va umumiy narkoz talab qilinmaydi. Siz hatto jarayon davomida biz bilan bemalol gaplashib turishingiz mumkin. Yurak ritmi tiklandi. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Siz ham bu muammodan og'riqsiz va tez xalos bo'lishingiz mumkin. Agar sizda ham yurak tez urib ketish, hansirash bo'lsa, kechiktirmang. Murojaat qiling, sizga yordam beramiz.